Mamlakatimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, Samarqand viloyatida joriy yilda milliy dasturlar doirasida 54 ta ichimlik suvi va 3 ta oqova suv inshootlarida qurish va rekonstruksiya ishlari olib borildi. Buning uchun 175 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Mazkur ishlar natijasida 2025-yil yakuni bilan viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 80% dan oshdi. Payariq tumanidagi Xo'ja Ismoil mahallasida qurilgan suv inshooti ham aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasidagi yirik loyihalardan biri sanaladi. Ushbu suv inshooti uchun 50 milliard 300 million so'm mablag' ajratilib, bu yerda hajmi 1500 kubometr bo'lgan suv saqlash inshooti qurib bitkazildi. Buning natijasida esa 5 ta qishloqning 1700 ta xonadonlari to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Ichimlik suvi masalasi bo'yicha 51 milliard so'm mana mablag' ajralib, xalqimizga, xonadonlarga suvlar kirgizilib, ichimlik suvlari, xalqimiz minnatdor. Bu hammasi prezidentimizning tashabbusi bilan. Mazkur ishlar doirasida 3 ta suv minorasi ham qurildi. Bundan tashqari 57 kilometr ichimlik suvi, 31 kilometr oqova suv tarmoqlari tortildi. Tumanimizda bugungi kunda ichimlik suvi qamrov darajasi 78% dan ziyodroqni tashkil qiladi. Bundan tashqari 2025-yil uchun tumanimizga ichimlik suvini yaxshilash maqsadida jami 60 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratildi. Tumanimizda ushbu ishlar natijasida hozirgi kunda 1200 dan ziyod xonadonlarga ilk bor ichimlik suvi yetkazib berilmoqda. Jomboy tumanidagi Quduqli mahallasi tumanning olis hududlaridan biri sanaladi. Mazkur aholi punktida mavjud bo'lgan suv inshooti o'tgan asrning 60-70-yillarida qurilgan, ammo qariyb chorak asrdirki u ishlamay kelayotgan edi. Bu esa mahalla ahlini qiynab kelayotgan muammolardan biriga aylangandi. Islohotlar doirasida ushbu mahallada mana bu suv inshooti ham rekonstruksiya qilinib, 5,1 kilometr yangi tarmoqlar tortildi. Har bir xonadonga obi hayot kirib bordi. Odamlar toza, filtrlangan, shunday shirin mazali suv icha boshladi. Men juda xursandman. Suvsiz hech narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Odamlar barhamand bo'layapti, hamma xursand. Mana e'tibor, ehtirom, e'zoz. Prezidentga rahmat. O'z-o'zidan yo'q, bu mehnat. Prezident nima degan bo'lsa, amalda bajarilyapti. 2016-yil tumanimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 12% bo'lgan bo'lsa, mana bugungi kunga kelib 65% ga yetdi. Bu yil 8 ta mahallamizda 3 ta suv inshooti qayta ta'mirlanib, bitta yirik suv inshootimiz, bitta 500 kubalik rezervuarimiz qayta ta'mirlanib, bitta yangi barpo etildi. Buning natijasida ilk bor 17 ming xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Mazkur inshootlarni barqaror energiya bilan ta'minlash maqsadida Quduqlidagi suv inshooti hududiga quvvati 200 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Bunday o'zgarishlar inson qadr-qimmatini amalda ta'minlanishi, mahalla ahlini davlatdan roziligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.